Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda mana bunday ona bola sigir ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalvaq qishlog'ida bitta dehqon akamizda ona bola sigirlari bor ekan. Sizlar uchun shuni sotuvga chiqaryapmiz. Bolasini ovozcha, yeb ichishi zo'r, tanijoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q akalar. Hop, sifati biz bergan ma'lumot to'g'ri kelsa, nomerlarni yozib o'tib ketaman. Telefon qilaverasizlar akalar. Bolasi pachka ekan ama. Mana akalar. Bolasi zo'r ekan. Onasining 3-bolasi ekan, kurakchi 8 ta. Bo'ylari 1.20 pilisida ekan, 1.23 chiqdi. 1.20 pilisiga olaverasizlar. Mana akalar, Qirg'iziston shvetlarini. Hop. Suti necha beryapti aslında aka? Bolasi yechiq yurar ekan asosan, ha. 5 litr 6 litr etdan sog'olyapsiz. 5 litr sog'ib olishyapti ekan, bolasi yechiq yuribdi ekan akalar. Ikkinchi mahallaga. Yuvosh ekan mana. Dehqon akamizniki mana ko'rib turibsizlar. Hop. Bolasi necha oylik bo'ldi? 2 oylik bo'libdi bolasi akalar. Mana bolasi pachka ekan. Narxiga akalar 40 million kami bor ekan. Dastavkasi vodiy bo'ylab besplatniy ekan. Kartaga 500 ming so'm zakolatini tashlab bergansizlar, qolganini borganda beraverar ekansizlar. 8 ta onasini. Kimga yoqsa telefon qilaverasizlar. Mana akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.